Kunning ısında mızda su yaman ketadi, hurmatli kuzatuvchilar. Kunning ısında mızda suvda ichib, konditsionerda yotib, kotyollar yoddan chiqib ketmasin, hurmatli kuzatuvchilar. Ko'mir kotyollar, gaz kotyollar bilan tayyor bo'lmoqda. Bularni eritib berish jarayonlarini boshlab o'tirmiz. Ko'mir kotyollarimizdan tushuntirib bersak, bu 25 kilovatli kotyolimiz Amudaryo tumani Boburovga boradi. Zakazimiz bor. Bu 20 kilovatli kotyolimiz Beruniy tumaniga boradi. Issiqda kachela kerak deganlar uchun kachelalar ham bor. Mana kachelalar, bu kachelamiz Amudaryo tumani Do'rman ofiga boradi bu kachelamiz. Bu 20 kilovatli kotyolimizning ozma materialini ishlash jarayonini tushuntirib bersak. Bu kotyolimizning zapravka joylarini 30 kilodan 35 kilogacha ko'mir sig'adi. Bir kunlik rasxoti 35 kilodan 50 kilogacha. Ya'ni bir qish davomida 4 tonna 5 tondan ko'mir bilan chiqasiz degani bu narsa. Navbatdagi 25 kilovatli kotyolimizga 35 kilodan 40 kilogacha sig'adi. Bu 4,5 tonna 5,5 tonna ketadi bu kotyolimizga. Bir kunlik rasxoti 35 kilodan 50 kilogacha o'rtacha bu kotyollarimizga rasxot qilib turibdi. Bu kotyollarimizning komplektida termostat, ventilator bo'ladi. Kimga qanday narsa qiziq bo'lsa, barini so'rasangiz, kommentariyada yozib savollaringizni berishingiz mumkin. Savollaringizga javob yozamiz bemalol. Xohlasangiz bemalol telefon qiling. Oling, amang sizga maslahat berib tushuntiramiz. Kotyolda olmayman deb qismma telefon qilmay yurmang. Bemalol maslahat beramiz. Maslahat berganimizga pul so'ramaymiz. Qaysi soatda bo'lishidan qat'iy nazar kechki 11 gacha telefonimiz ishlab turadi. Telefon qilib so'rashingiz mumkin bemalol. Navbatdagi kotyollarimiz gaz kotyollarimiz. Bu kotyolimiz 400 kvadrat xonadonga qo'yilyapti. Ulqon obyekt, ya'ni bu kotyolimizning ichi tashi uchlik listadan ishlandi. Klientimizning zakazini qarab katta kotyol qilib ishlab berganmiz. Bu kotyolimizda 6 dona kitob bo'ladi. 6 dona kitobning ichida aylanib o'tganning hisobini demaxotinizga umuman issiq kelmaydi. Bemalol ana shu yerda ushlab tursangiz bo'ladi. Polniy issini o'zida olib qoladigan kotyollarimiz. Bu 2018-yillardan beri kitob kotyol ishlab chiqarib kelayotgan bizlarning Amu Metal Kovkart firmamizning kotyollari bo'ladi. Bu kitob kotyollar. Bu kotyollarimizni ko'p odamlar qanday bo'ladi deb tushunmaydi, yetmaydi. Bu qopqoqlar nima qo'yilgan deb so'ragan odam. Men hazillashib, biridan propaniya qilsam, biridan sallarga qilsam deb turaman kelgan odamlarga adam. Aslida bu kotyollarning qopqoqlari tozalash uchun, ana shu qopqoqlar bo'lmasa, kitob kotyol vazifasini bajarmaydi. Ertaga bu joydan kotyoldan aylanib o'tgandan shu kirlaganda bundan tozalashingiz kerak. Ana shuga e'tiborli bo'lishingizni taklif beraman sizlarga. Oling aman kotyollarni. Bu kotyollarimizning rasxotlarini raygazdan monitoring ko'rsatib berishga harakat qilamiz mana sizlarga. 2024-yilning dekabr oyida yaqqan gazi shu kotyolimizdan. Dekabr oyi mana. Tepada turgan mana dekabr oyi 625 so'mlik gaz yaqqanmi? 625 so'mlik, ha? So'mmi mana, to'g'rimi? Kubimi? 625 kub. Ya'ni 500 kub degan limit bor. 625 kub bilan chiqqan. Dekabr oyida. 25-yilda ko'ramiz. 25-yilning yanvar oyida 550 kub bilan chiqqan. Fevral oyida 555 kub bilan chiqqan. Mart oyida 305 kub bilan chiqqan. Bu narsani hech kim nastroyga qila olmaydi, nastroyga qilishdan ilojim yo'q. Mana shunga qarab kotyollarni tanlashda adashmang. Bu kotyollarimizning kitob kotyol deb ishlab ko'pdan solib turibdi, lekin bu kotyolimizning 4 kitobli ham bor, 6 kitob, 5 kitobli ham borda. Bizlarda qanday kotyol bo'lishidan qat'iy nazar 6 kitob qo'yib chiqaramiz. Bu kotyollarimizning listlari yangi listlardan ishlangan, burung'idek eski list degan narsa qolmagan. 2024-yildan beri seximiz 100% yangi listlarga o'tgan. Kimga shunday kotyollar qiziq bo'lsa, bizning manzil Amudaryo tumani Mangiz shahri eski paxta zavod ichida. Videolarimiz sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, bir dona like bosib qo'ying. Tanish, bilish, yaqin do'stlaringiz kotyol qiziq, kachila qiziq deb so'rab aytib yurgan bo'lsa, shu videolarni jo'natib qo'ying. Agar tushunmagan savollaringiz bo'lsa, kommentariyalarda, izohlarda fikringizni bildirsangiz, javob yozamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.